11671 dona kuchli ta'sir qiluvchi dori vositasining noqonuniy muomalasi fosh etildi. Prokuratura organlari 2670 nafar xotin-qizga turli masalalarda amaliy yordam ko'rsatdi. Qashqadaryoda 856 nafar talaba yoshning qariyb 3.8 milliard so'mlik kontrakt mablag'lari to'lab berilmoqda. Shuningdek, yurtimiz sportiga oid xabarlar bilan O'zbekiston Milliy axborot agentligida kunning qisqa xabarlar dasturi. Assalomu alaykum. Prezident Shavkat Mirziyoyevga tadbirkorlar bilan navbatdagi ochiq muloqotga tayyorgarlikning borishi yuzasidan axborot berildi. Mamlakatimizda an'anaga aylangan ushbu muloqot tadbirkorlarni o'ylantirayotgan dolzarb masalalarni bevosita o'rganish, ularga amaliy yechim topish va ishbilarmonlik muhitini yanada yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bo'lajak 6-chi ochiq muloqotga puxta tayyorgarlik ko'rish maqsadida 15-maydan boshlab 50 dan ortiq vazirlik va idora vakillaridan iborat respublika shtabi tashkil etilgan. Shtab 24 ga 7 rejimda uzluksiz faoliyat yuritmoqda. Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirining birinchi o'rinbosari Sardor Rajabov Effect Education kompaniyasi katta vitse-prezidenti Benjamin Howe bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuvda O'zbekiston oliy ta'lim tizimida ingliz tilini o'qitish sifatini oshirish, ta'lim jarayoniga zamonaviy raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt imkoniyatlarini keng joriy etish masalalari muhokama qilindi. Muloqotda ta'lim jarayonini zamonaviy texnologiyalar asosida individuallashtirish, talabalarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish hamda ta'lim natijadorligini oshirishga qaratilgan yondashuvlar yuzasidan fikr almashildi. Ayollarning haq-huquqlari bugun har doimgidanda ko'proq e'tibor markazida. Shu bois prokuratura organlari tomonidan muntazam ravishda xotin-qizlarga amaliy yordam ko'rsatib kelinmoqda. Xususan, joriy yilning o'tgan davrida aynan hududiy prokurorlar tomonidan 2670 nafar xotin-qizga turli masalalarda amaliy yordam ko'rsatildi. Jumladan 420 nafarga bir martalik 456.3 million so'mlik yordam ko'rsatilgan bo'lsa, 53 nafarning uy-joylari ta'mirlab berilgan. 340 million so'mlik oltin savdosi fosh etildi. Buxoro viloyatining Shofirkon tumanida yashovchi 1987 va 1993 yillarda tug'ilgan 2 nafar shaxs 212.9 gram quyma oltinni xaridorga 140 million so'mga sotishga kelishadi. Tillafurushlar mijozga 999 probalik 26.3 gram oltinni bergan holda qolgan qismini keyinroq yetkazib berishlarini aytib, undan 20 ming AQSh dollari va 100 million so'm olgan vaqtlarda ashyoviy dalillari bilan ushlandi. Shuningdek, ulardan biri o'z yashash xonadonida qumdan oltinni ajratib olishga mo'ljallangan yashirin sex tashkil qilganligi ham aniqlandi. Qashqadaryo viloyatida ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar farzandlarining oliy ta'lim olishini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan amaliy choralar ko'rib borilmoqda. Viloyat hokimi Murodjon Azimovning tegishli qaroriga asosan hududdagi 856 nafar talaba yoshning oliy ta'lim muassasalarida tahsil olishi uchun qariyb 3 milliard 780 million 600 ming so'm miqdoridagi kontrakt mablag'lari ajratildi. Bu haqida viloyat hokimligi axborot xizmati rahbari Anhor Sodiqov ma'lum qildi. Ta'kidlanishicha, mazkur mablag'lar oilaviy sharoiti tufayli kontrakt to'lovini amalga oshirishda qiyinchilikka duch kelayotgan yoshlarning ta'limni davom ettirishiga ko'mak beradi. Dasturimizda sport xabarlari. Nodirbek Abdusattorov Fransiya poytaxti Parij shahrida kibersport turlari bo'yicha jamoalar o'rtasida o'tkazilayotgan Esport World Cup 2026 musobaqasining shaxmat yo'nalishidagi asosiy musobaqalarda muvaffaqiyatga erishdi. Kecha Nodirbek Abdusattorov guruh bosqichida avvaliga hindistonlik Pranavni yarim final ostonasida polshalik Jan Krishtof Dudani 2-0 hisobida mag'lub etdi. Ikkinchi qanotda dona surgan fransiyalik Alireza Firuzja ilk bahsda xitoylik Wei Yini 1-0, hindistonlik Arjun Erigaysini 2-1 ko'rinishida taslim etdi. O'zbekiston Superligasi 17-tur uchrashuvlari 13-16 avgust kunlari bo'lib o'tadi. Navbatdagi tur doirasida chempionlik va turnir jadvalidagi yuqori o'rinlar uchun kurashayotgan jamoalar muhim ochkolar uchun maydonga chiqadi. 17-turning dastlabki uchrashuvlari 13 avgust kuni o'tkaziladi. Kunning e'tiborli bahslaridan biri Andijon shahrida bo'lib, unda Andijon o'z maydonida Neftchini qabul qiladi. Bobur arenadagi Vodiy derbisi soat 19:00 da boshlanadi. Bizni kuzatishda davom eting. O'zbekiston Milliy axborot agentligining rasmiy sayti orqali yurtimiz hayoti va sport olamidagi eng so'nggi voqeliklardan birinchilardan bo'lib boxabar bo'lishingiz mumkin. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling.